Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar, kanalimiz a'zolari va umurtqa pog'ona kasalliklari bo'yicha bizni doimiy kuzatuvchilarimiz. Xo'p, yana bugungi navbatdagi ko'rsatuvimiz umurtqa pog'ona kasalliklarini uy sharoitida davolovchi mashqlarimizni ko'rsatib beramiz. Sizlar bu, ya'ni anjanchasiga aytganda bolishlarni ko'rib, ya'ni yostiq deydimi, boshqa viloyatlarda bizda anjanchasiga bolish deydi. Dilshodbek uxlar ekan videoga chiqib deb o'ylayotgan bo'lishlari mumkin. Albatta mana shu bolishlar yordamida uy sharoitida umurtqa sohasini cho'zish, umurtqa sohasini ochish mashqlarini ko'rsatib beraman. Bu boshqa viloyatlarda buni nima deb atashni yozib qo'ysalar kommentariyga yaxshi bo'ladi. Xorazmda taka deb nomlanarmish. Xorazmliklarda ko'pchilik keladi-da, bolish desak bizda taka deyishadi. Boshqa viloyatlarda nima deb nomlaydi, shuni kommentariyga yozib qo'yasizlar. Xo'p, umurtqa pog'ona kasalliklarining kelib chiqish sabablarini qisqa tushuntirib o'tib ketamiz. Umurtqa pog'ona kasalliklari asosan og'ir ko'tarishdan, uzoq tikka turib ishlashdan, uzoq bir joyda uzoq o'tirib ishlashdan, ya'ni noto'g'ri harakatlardan, ya'ni sovuq o'tkazish, vaspaleniya, yallig'lanishlardan, radikulit kasalliklaridan, bel sohamizda grija, osteoxondroz, protruziya kasalliklari kuzatiladi. Buni organizmimizga beradigan salbiy holatlarni qanday bilish mumkin? Grija kasalligi asosan bellarimizda qotib qolishlik, buksamizda, son qismimizda, boldir qismimizlarda tortib og'riq berishlar bilan sezib olsak bo'ladi. Bu holatda siz darrov og'riq qoldiruvchini qo'llashingiz shart emas. Gimnastika, mashq, ya'ni jismoniy tarbiya holatda umurtqa pog'onamizni chiniqtiramiz va umurtqa pog'onamizni cho'zamiz akalar. Xo'p, sizlar kanalimizda yangi bo'lib bizni kuzatayotgan bo'lsanglar, bizni kanalimizga agar malol kelmaydi, bitta like bosib turib, podpisaniyani bosib qo'ysangiz, keyingi mana shunaqa umurtqa pog'onani davolovchi, cho'zuvchi mashqlarimiz siz bizni kuzatib borishni davom etaverasiz. Mashqlarimizni ko'rib boring va bel sohasida muammosi bor do'stlaringizga jo'natib qo'ying mashqlarimizni. O'shalarga ham ilining, sababi o'shalar ham mashqlar qilib yengillab olsin. Xo'p, bajaramiz endi. Bu holatda yotib olgan holatda mashq bajaramiz. Mana shunday yostiqlardan, ya'ni bolishlardan qo'llanamiz. Shu holatda. Xo'p, avval bittasidan boshlaymiz. Avval bitta yostiqdan boshlaymiz. Endi bu sintofon bo'lmasligi kerak. Iloji boricha poxtalik bo'lishi kerak, ya'ni qattiqroq bo'lishi kerak. Mana shu holatda belimizdagi qo'ygan holati eng zo'r mashq. O'zim ham bajarib yuraman mana shu mashq. Shu holatda belimizdagi qo'ygan holatda mana shu holatda yotamiz. Mana. Ko'rdingizmi mana? Bu holatda nima umurtqa pog'onamizda qanday narsa kuzatiladi? Ya'ni umurtqa pog'onamizni bel sohamizni pastga qo'yilganda qorin tomon ichki taraflar ochiladi, cho'ziladi. Ya'ni qorin tomon ochilganda umurtqa pog'onamizni tashqi tomonga chiqqan grija qorin tomon kenglikka qarab yuradi. Bitta bolishdan boshlaymiz. Mana shu bolishda boshlaganimizda ahamiyat beramiz akalar. Yosh kattalarga ham eng bajarish uchun oson mashqlarimiz. Birinchi kun, ikkinchi kun, uchinchi kun 5 minut mana shu yostiqni qo'yamiz. Ya'ni shu holatda yotamiz. Eng oson mashq. Va oyoqlarimizni yig'ishtirib ko'tarilgan holatda velosiped pedalini bosganda mana shu holatda harakatlanamiz. Akalar, bajaringlar, maza qilib yuboradi deb bilinglar. Qaranglar akalar. Ham belimiz cho'zilib tortiladi, ham sedalish nervimizga, ya'ni sedalish nerv tortishiga mana shu mashqlarimiz zo'r foyda beradi mana. Nervlarimiz bo'shaydi akalar. Yosh kattalar bu holatda agar pedal bosgani qiynalishayotgan bo'lsa, oyoqlarini tortib cho'zib, uzatib tortib cho'zsa ham bo'laveradi. Ularga yosh kattalarga hamma yarashaveradi. Ko'rdingizmi? Sababi asosiy podushka belda bo'lsa bo'ldi. Oyoqlarimiz qimirlatib tursak, oyoqlarimiz yaxshi qo'aylanadi. Xo'p, siz bu mashqimizni bajargandan keyin albatta mana shu holatda yonbosh bo'lgan holatda mana shunday o'tirib turishinglarni tavsiya beraman. Tikka turadigan bo'lsak agar umurtqa pog'onamiz qaytadan qisilib qoladi. Xo'p, 2 kun, 3 kun bitta yostiqdan qo'llanamiz. Endi 2 kun, 3 kundan keyin bitta yana bolishcha qo'shib qo'yamiz.
Kelinchakka aytasiz. Bitta yostiqdan berdingiz, beradi. Sepida yostiqlardan yumshoqroq, hali bir chiroyliroqdan bersin endi. Xo'p, yana davom ettiramiz. Ketdik. Endi umurtqamiz 2-3 kunda bitta yostiqqa o'rganib qolgan bo'ladi. Bu holat umurtqa uchun begona bo'lmay qoladi. Xo'p, shu holatda yana davom ettiramiz. Yoshlarda oyoqlari razmika qiladi. Voy, mazza bo'lyapti, mana qarang. Umurtqamiz cho'zilyapti-yu. Umurtqamiz mazza bo'lyapti-yu, qarang. Yoshlarda ana boringki 45-50 yoshgacha shuni beliz mazza kayf qilyapti beliz. Xuddi belizchi samovarda qo'y go'shti osh yegandek bo'ladi aka. Qarang. Xo'p, ana boring 50 yoshgacha shu holatda bajarishingiz mumkin. Kuchingiz yetadi oyoqlaringizni pedal tepgani. Xo'p, agar yosh kattalarda bo'lsa, albatta oyog'imizni tortamiz, cho'zamiz, tortamiz, cho'zamiz, tortamiz, cho'zamiz. Razmikda menga jicha udobniy bo'lyapti, потому что jicha tevor oyoq tushib kelishigini oyoqlarim pastga tushib qolyapti uzunligim uchun. Mana yoshi katta onaxonlarga, otaxonlarga udobniy holat mana. Ko'rdingizmi? Zo'r. Endi ozgina mana mishitsa go'shtlarimizni zo'riqish, toliqish bo'ladi. Bu o'rganib borasiz sekin-sekin mana. Ko'rdingizmi mana? Endi bu holatda yana 3 kun ikkita podushka qildik, ikkita bolish qildik. Endi yana turayotganda asta yonbosh bo'lamiz. Shu holatda turib olamiz. Endi iloji boricha biror hafta o'tdimi? Biror hafta o'tgandan keyin podushkani mana 3 ta qilamiz. Endi bu holatda unaqa 5 minut yotmaymiz. Sababi bu qayrilish, cho'zilish kuchliroq bo'ladi. Ana boring minutini teng barobarga ozaytiramiz. Sababi bu balandlik bo'lganligi uchun. Xo'p, endi 3 ta podushka qilganimizdan keyin qo'llarimizni albatta mana shunday zamok qilgan holatda, bir-biri bilan yoki ushlagan holatda temaga qo'limizni ko'taramiz. 1 2 belimiz mazza qilyapti. 3. Endi oyoqlarimizni boyagina razmga qilamiz. Yana 1 2 1 2. Ko'rdingizmi? Endi yana oyoqlarimizni razmga qilgandan keyin yana qo'limizni yerga tashlaymiz. Bunda mishitsa, ya'ni mushaklarimiz, qo'ltig'imizda mana biqinlarimizda mushaklar tevaga qarab tortilgan evaziga ko'krak qafasimiz cho'ziladi. Ko'krak qafasimiz ham, belimiz ham teng cho'ziladi. Yana tortilish ko'p bo'ladi. 1 2 1 2. Mana shu holatda uy sharoitida grija kasalligini yengib yuborsangiz bo'ladi. Xo'p, yana albatta yonbosh bo'lgan holatda shunda yana borishga suyanib olamiz. Xo'p. Akalar, agar meni ko'rsatib bergan mashqlarim sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib borasizlar. Hazakamdan. Va umurtqa sohasida muammosi bor do'stlaringizga jo'natib qo'yasiz. Podpisaniya bo'lib bosib qo'yasiz. Sababi keyingi mashqlarimizni kanalimizdan bizni ko'rib borishlik uchun. Sog' bo'linglar o'zinglar.